Hammaga salom. Para bo'lib o'rganamiz. Videorolikimizni kecha olib, YouTube kanalimizga joylagan edik. Bugun esa o'sha videorolikni birinchi darsini sizlar bilan boshlaymiz. Qani, ketdik. Birinchi darsimiz. O'zimizda o'zbek alfabet harflarimizdan 5 tasini olamiz o'rganish uchun. A, B, D, E, F. A harfimizga 01, B harfimizga 02, D harfimizga 03, E harfimizga 04, F harfimizga esa 05 raqamlarini berib olamiz. Juft raqamlar. Bu narsalarni o'rganing, yod oling. Ertaga yozayotgan paytingizda sizga albatta qo'l keladi. Raqamlar sonini almashtirib, xato qilib yozib qo'ymang. Gapingiz to'g'ri chiqmasligi mumkin yoki sherigingiz tushunmay qolishi mumkin. Diqqat bilan o'rganib, o'z ustingizda ishlang va kommentariyaga plyus belgisini qoldiring. Ikkinchi darslikni rolik qilib chiqaramiz. Hammaga xayr.